告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐，前方被乌云笼罩了，心中的拉扯困守在敌后，隐隐约约的沉默透露一丝丝苦涩，愿你不再被伤透，别再带着泪入睡，去接下这个世界，答案不一定绝对，伤口因为爱传裂，让我们痛不尽解。求生的力量来自真我，战胜可敬的对手。坚持信念是我的所有，抵达心中的辽阔。有恐惧的，该警戒的，有遗憾的，该警戒的，放不下的，该警戒的。深锁的光芒，指引方向。体内世界达到了1万亿公里，太离谱了！当年风华绝代的刀客王销声匿迹了。阿巴达，出发，我们去宇宙中流浪。破之故，成就不朽。我人类之中，怕是很快就要诞生一个震慑亿万族群的超级存在了。既分高下，也决生死。Ushbu jang ijtimoiy tarmoqlarga efirda uzatiladi. Hammasini dahshatli o'limingga guvoh bo'lishadi. O'sha insonni o'ldir! Ha, uni o'ldir! Hurmatli Zenyan, Blade Runner g'alaba qozonadimi? Tomosha qil. Men sabrsizlarni ko'rdim, lekin hech qachon butun koinot oldida xorlanishni bunchalik istamagan. Bo'ldi endi River King, sening takabburliging uzoq vaqt davom etmaydi. Uning ilohiy tanasi menikidan ancha past. Portlashdan keyin ham u meniki kabi hayot shakliga voz kela olyapti qanday qilib? Nima, sen kuchingni yashirib qo'yganmiding? Endi angladingmi? Juda ham kech. Sen xazinamisan? To'rt qo'l kosmos yutuvchisi. Senga aytdim-ku.
Judayam kech. Agar bu eng yuqori xazina bo'lsa, mening yangi texnikamda yo'q qiluvchi bo'ri soyasini his et. Shavqandan bahramand bo'l. Senga boshqa imkoniyat yo'q. Yulduzli sochilish diagrammasidan ikkinchi harakat. Quyosh, oy, kamalagi nuri tun pardasini yer. Mumkin emas. Ilohiy tanning 6% zarabadan darhol yo'q qilindi. Bu olgan eng yuqori xazina bilan bog'liqmi? La'nata masxaraboz. Fey Jinjinga hech kim teng kela olmaydi. Aftidan Fejing tez orada yo'q qilinadi. Ta'sirlashyapsanmi? Feyjang qirolni yo'q qilmoqchimi? Uning ilohiy tanasini bu kuchni yenga olmaydi. Agar g'alaba qozonmasa, sharmanda bo'ladi. Voy, nega Blade River umuman zaiflashmayapti? Klon, nima o'z kloningni olib keldingmi? Ilohiy tananing qolgan qismi 51%, 45%, 39%. Boshqa ilojim yo'q. Agar o'zim yo'q qilmasam, mag'lubiyatli sharmandaga qolaman. Jirkanch inson! Hurmatli Peyfing, Shimoliy ittifoqning super jangchisi va ma'bud generaliga nomzodlardan biri. Haqiqiy ma'bud generaldan biroz kuchsizroq bo'lsa-da, u baribir hurmatli koinot. Blade River King. Feytimon King o'lgan bo'lsa-da, lekin uning katta xazinasi Shimoliy ittifoqqa tegishli. Uni olib keta olmaysan. Juda ham kulgili. Men Fejingni o'ldirdim. Uning o'ljalari tabiiyki mening urush sovrinimdir.
Bugun agar uning o'rniga o'lgan bo'lsa, mening eng yuksak xazinamni insoniyatga qaytarib berasizmi? Agar qo'lingizdan kelsa, buni zo'rlik bilan olib ko'ring. Ushbu Donghua Telegramdagi Animaniya kanali uchun maxsus dublyaj qilindi. Blade River King, sen ochko'z! Ahmoq. Meni g'azablantirishga jur'at etdingmi? Bu juda ham yomon. Uning ruh hujumining maxfiy texnikasi allaqachon koinot ustasi darajasiga yetgan. Bu hujum Feijingning hujumidan anchagina ustun. Yashirinadigan joy yo'q. Bunga chidashim kerak. Nima? U chiday oldimi? Hurmatli Peyfin, sening mahorating o'rtacha. Bu vaqt qonuni sohasi metal, yog'och, suv, olov, chaqmoq va yorug'likdan yuqori. Yo'q qiluvchi shamol. Bu shamol girdobi meni darhol yo'q qilmoqchi. Ilohiy tanamning 60%ni bir zumda yo'q qilyapman. Bu muhtaram koinotning kuchi juda ham halokatli bo'ladi. Omadim borki, qorong'u dengiz kloni ilohiy kuch bilan ta'minlayapti. Men uni o'ldira olmaymanmi? Uning ilohiy tanasi kamayadi, lekin yana qayta tezda tiklanishi mumkin. Menimcha uning yonida kloni bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lsa, uni va uni klonni o'ldiring. Shunda u butkul o'ladi. Bu xavfli. Bu olam hurmatlilari o'rtasidagi janglardan qo'llaniladigan eng yaxshi usul. Agar chalkashib ketsa, mening ilohiy insoniy tanam darhol yo'q bo'lib ketishi mumkin. Nima qilsa bo'ladi? Koinot qadimgi kemasidan foydalanasanmi? Lekin qonun doirasida men qochib keta olmayman. Bu og'ir xazina hatto uning qo'liga tushib qolishi mumkin. Va Moshaning kloni haqiqiy inson qiyofasini dunyo halqasiga qaytarishga ulgurmagan. Bu yagona yo'l. O'lib ket, Blade River King. Hatto yuqori xazina bilan zig'langan bo'lsang ham, bu harakatim bilan o'lishing aniq. To'xta. Bu qanday o'zgacha hayot shakli? Bitta hujum mening ilohiy tanamning 9%ni kamaytiradi. Oddiy bir muhtaram koinot hatto o'zini o'zi yo'q qilsa ham mening ilohiy tanamning mingdan birini zo'rg'a yo'q qila oladi. Sen albatta olamning muhtaram zotisan. Blade River King, sen o'zingni katta ilohiy tanang bilan yengilmas deb o'ylayapsanmi? Senga haqiqiy tafovutni ko'rsaman. Ilohiy tanangdan foyda yo'q. Portla. Nima? Bizning rasmiy kanalimizni topish uchun Telegram qidiruvidan Animaniya pozitiv rasmiy yozasiz va bizning rasmiy kanalimiz chiqadi. Haromi. Juda ham kuchli. 9000 kilometrlik ilohiy tananing o'zini o'zi yo'q qilishi unga atigi 20% zarar yetkazdi. Blade River King, sen chindan ham o'limga loyiqsan. Uning jang qilishga kuchi qolmagan. Hurmatli Peyfeng, yetarli. Janob Jufeng. Xudoga shukr.
Hurmatli Jufeng bizning Gangkong ittifoqining 7 yulduzli lordi. Blade River King, sen chindan ham shafqatsizsan. Shunda ilohiy tanani shu zahoti portlatib yubording. Senda jasurlik bor. Bu hech qanday maxsus narsa emas. Peyfi, sen boshdanoq menga teng kela olmading, endi esa jarohat olgansan. Bu yerdan ket. Aks holda mening irqimdan boshqa kuchli jangchilar bu yerga keladi. Jifeng, sening yoningga hali to'liq tiknab qaytaman. Kut buni. Siz uchun ko'taramas. Omizga chindan loyiqsiz. Ajoyibsiz. Nari. Ustoz shu yerda. Hurmatli Zengchong. Blade River King, sizlarning gapingizni bo'lmoqchi emasdim. Biz ta'tilga chiqamiz. Jangilar juda ham ajoyib bo'ldi. Ilgari senga past nazarda qaraganlar hozir seni hurmat qilishyapti. Ular mendan uzr aytishimni so'rashdi. So'nggi 2 kun ichida tabriklash uchun kelgan odamlar mening eshigimga kirib kelishdi. Boshqa yana kimdir bor? Oh, Go'chan. Meni taklif qilmasdan ichyapsizmi? Seni tabriklayman uka. Sen uchun yaxshi xabarim bor. Inson oliy kengashiga qo'shilish taklifing bo'yicha u tasdiqlandi. Ustoz va shogird ketma-ket oliy kengashga kirishmoqda. Haqiqatan ham go'zal hikoya. Oliy kengashni yig'ilganini kamdan kam holatda eshitganman. Qachonki shunday bo'lsa, ular insonlar uchun muhim bo'lgan masalalarni gaplashardi. Bilishimcha yaqin orada yig'ilish bo'ladi. Ushbu uchrashuvning mazmuni juda ham muhim. Nima haqda? Keyinroq bilib olasan. Bu shunchaki mening taxminim. Albatta to'g'ri emas.海神园就要开始了，就剩最后一位女学员还带着斗笠了呀！真好奇她的神秘真面目。停，不是让我来走个过场吗？无论你是否选择我，我都要挑战你。这是表白，还是找个机会和我打一架？我想知道我们之间的差距有多少。站住，宇浩！光明女神蝶！难道？幽海不枯，我身不灭。扫描屏幕上的二维码，关注吞噬星空官方微信，收获更多独家剧透、福利彩蛋。这里还有超多精美壁纸、设定情报等你领取。扫码先行一步，你的星空征程永远快人一个版本。城市被笼罩在一片灰色，只有血液昭示生命还炙热。弱肉强势都遵循这个规则，看谁比谁有资格让爆破被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念。我的心永远都不陨落，在这硝烟，在这废墟，就算倒下也不退缩。要看我冲破苍穹，让宇宙听见怒吼，咆哮着。
听我怒吼，咆哮着，挣扎着，热血把夜空，然后吞噬掉整片星空，燃烧吧，燃烧吧。传承者，刀河王，你也别想好过！来一个杀一个，来2个杀1双。这罗峰是自己得到至宝，其余可真是不凡。木秀于林，风必摧之。催动！还有多少超级存在会盯上你啊？瞬间就能湮灭一名凤凰不祥。原始星即将开启，你可千万别去掺和。